Davlatimiz rahbari yoshlar kelajagi bilan bog'liq har qanday vazifa birlamchi ahamiyatga ega deb bejiz ta'kidlamagan. Bu yondashuv O'zbekiston 2030 strategiyasida ham o'z aksini topgan. Misol uchun, ushbu muhim hujjatning har bir insonga o'z salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun munosib sharoitlarni yaratish deb nomlangan birinchi yo'nalishi 44 banddan iborat bo'lsa, shuning 25 dan ortig'i bevosita yoshlar manfaatiga qaratilgan. Bugungi ko'rsatuvimizda Olot tumanidagi yoshlar yetakchilari faoliyati haqida so'z yuritamiz. Yoshlar ijtimoiy siyosiy makonda muhim kuch. Ularni qo'llab-quvvatlash mamlakatning ertangi kuni farovon bo'lishiga xizmat qiladi. Yoshlar yetakchilari tizimi yo'lga qo'yilgani yoshlarning murojaatlarini hal etish, ularni manzilli qo'llab-quvvatlash imkonini bermoqda. Yoshlar balansi, yoshlar daftari va yoshlar portali elektron platformalarga mahalladagi har bir yoshning ijtimoiy, iqtisodiy hamda salomatlik holati yuzasidan ma'lumotlar doimiy kiritilishi imkoni yaratilganligi yoshlarni qiynayotgan savollarga javob topishni yanada yengillashtirdi. Yoshlar qanchalik bilimli, kasbli va hunarli bo'lsa, mamlakat iqtisodiyoti shuncha taraqqiy etadi. Bu borada yetakchilar yoshlarga yaqin do'st, maslahatgo'y va ko'makdosh bo'lmoqda. 2022-yildan bugungi kunga qadar 300 nafardan ortiq yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida to'lov kontraktlarga yordam qildim. Davolanish xarajatlariga o'z yordamimizni davlat tomonidan berilayotgan ko'maklardan foydalanishga amaliy yordam berdik. Bundan tashqari dehqonchilik qilish istagida bordi yoshlarning 75 nafardan ortig'iga 30 yilga auksion orqali yer olib berishda amaliy yordamlar ko'rsatib keldik. Bundan tashqari mana yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil qilish maqsadida 5 tashabbus olimpiadasiga har yilda 1,5-1600 nafardan ortig'ini o'zining qiziqishidan kelib chiqib 5 tashabbus musobaqalariga jalb qilib kelmoqdamiz. Stol tennis musobaqasida viloyatda faxrli birinchi o'rinni olib, respublika darajasida munosib ishtirok etib kelgan yoshlarim bor. Bundan tashqari har xil sport turlarida, keyin ma'naviy yo'nalishlarda viloyatda yuqori o'rinlarni olib, Usmonshayx mahallasini shu viloyatda, respublikada tanitib kelayotgan yoshlarim mavjud. Bundan tashqari yoshlarimiz tadbirkorlik yo'nalishida juda ham faol hayotda o'z o'rnini topib kelayotgan yoshlarim bor. Mana issiqxona yo'nalishida 8 sotuq issiqxona qurib, 12 nafar yoshlarni o'z atrofiga jalb qilib, bandligini ta'minlab kelayotgan yoshlarim bor. O'zbek nonlari nafaqat boy o'tmish tarixi, balki turlari va rang-barangligi bilan ham alohida ajralib turadi. Oziq-ovqatlar orasida nonning o'ziga xos o'rni bo'lak. Dunyoning har bir mamlakatida non va non mahsulotlari doimo sevib iste'mol qilinadi. Ayniqsa o'zbek xalqi nonni juda e'zozlaydi. Non va non mahsulotlari xalqimiz dasturxonining eng aziz ne'matlaridan biri sanaladi. Shu bois ham savdo do'konlarida sotiladigan non mahsulotlarining turi xilma-xil. 2018-yildan beri faoliyat yuritib kelyapmiz. 4 ta 5 tagacha ishchimiz bor. 800 dan 1000 tagacha non chiqarib, mijozlarimiz ko'p, Xudoga shukr. Tadbirkorlikni rivojlantirmoqchimiz. Nonlarimiz sifatli, yaxshi unlardan. Kelgusida endi qandolatchilikni yo'lga qo'ymoqchimiz, kredit olib. Yana ishchi o'rinlar yaratmoqchimiz. Bugungi kunda issiqxonalar qishloq xo'jaligida barqaror mahsulot yetishtirish, aholini yil davomida sifatli oziq-ovqat bilan ta'minlash hamda tadbirkorlar uchun daromad manbaini yaratishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ayniqsa iqlim o'zgarishlari sharoitida mahsulotni kafolatli yetishtirish uchun issiqxona xo'jaligi eng samarali yechimlardan biri hisoblanadi. Shu bois tadbirkorlar uchun eng muhim masala issiqxona tashkil etish uchun to'g'ri hudud tanlashdir. 2019-yildan beri faoliyat yuritib kelaman. Issiqxonamiz 8 sotixdan iborat. Pomidorimiz mana 20-oktyabrda ekilgan. Hozirda mana hosilga kirgan, bozorlarga chiqara boshladik.
Bundan ko'zlangan maqsad shu bozorda barqarorligini saqlash maqsadida mana shu yetishtirib bozorlarga chiqaryapmiz. Bu sug'orishimiz tomchilash bo'lyapti. Tomchilash sug'orish texnologiyasi bo'yicha bitta poyasidan bir 6 kilogacha hosilni terib olish ko'zlamoqdamiz. Endi 2000 taga yaqin ko'chat ekilgan. 10 tonnaga yaqin ko'zlayapmiz. Pomidordan keyin xudo xolasa shu yil takrordan keyin bodringga ekmoqchiman. Bu yerda oilamiz bilan yetishtirganmiz, qarab kelamiz. Yoshlarga yer ajratish orqali ularning daromadlarini oshirish va bandligini ta'minlash maqsadida 1149 nafar yoshlarga yer ajratildi. Ajratilgan yerlarning 114 gektariga don va dukkakilik mahsulotlar, 88 gektariga poliz mahsulotlari, 28 gektariga kartoshka, 65 gektariga sabzavot, 33.4 gektariga esa boshqa turdagi ekinlar ekilgan. 2018-yildan buyon faoliyat yuritayotgan Mergantex yirik yengil sanoat korxonalaridan bo'lib, ip yig'ruv, to'quv va trikotaj mahsulotlari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Mana bu Usmonshayx mahallasida joylashgan Mergantex fabrikamizda 400 ga yaqin ishchilarimiz, yosh ishchilarimiz ishlab kelishmoqda. Bu yerda asosan ip yig'ruv fabrikasi bo'lib, bu yerdagi mahsulotlarni chet davlatga eksport qilinadi. Usmonshayx mahallasidagi maktab bitiruvchilari hamda ishsiz yoshlarni muntazam ravishda ishga joylashtiramiz. Bu yerda 3 mahal issiq ovqat hamda transport bilan ta'minlab berilgan, oyliklari ham o'z vaqtida beriladi. Mahsulotlar sifat jihatidan xalqaro standartlarga javob berib, Rossiya, Turkiya, Qozog'iston, Bosniya kabi davlatlarga eksport qilinmoqda. Ushbu korxonada yoshlar ish bilan ta'minlangan. Shu yerda yoshlar tashabbusi bilan 4 yildan beri ish faoliyatimni olib bormoqdaman. Ushbu fabrikamizda paxtadan kalava ip ishlab chiqaramiz. Oilaviy daromadimiz yaxshi. Bu yerda 300-400 tagacha ayollarimiz va erkaklarimiz ishlaydi. Salohiyatli mutaxassis kadrlar O'zbekistonning ertangi kunini, millat kelajagini belgilaydi. Shu bois zamon talablariga javob beradigan yuksak madaniyatli, bilimdon yoshlarni tarbiyalash davlatimiz siyosatining ustuvor yo'nalishi sifatida belgilanishi o'z navbatida 3-Renessans poydevorini qurish yo'lida bel bog'langan yangi O'zbekiston uchun juda muhim qadamdir. Bu jarayon uzluksiz milliy ta'lim-tarbiya tizimining barcha bosqichlarini uyg'un va mutanosib rivojlantirishga alohida e'tibor berishni taqozo etmoqda. Bu yo'lda katta hayotga ulkan orzular bilan kirib kelayotgan yoshlarga tobora ko'proq imkoniyatlar yaratish, ularning oliy ta'limga qamrovini kengaytirish, o'qish ma'naviyatining to'g'ri shakllanishi uchun zarur bo'lgan ishlar amalga oshirilmoqda. Fazliddin Jo'raqulov iqtidorli yoshlardan biri. U prezident davlat stipendiyasi sohibi bo'lgan. Shu yoshlar ishi agentlik tomonidan olib borilgan tadbirlardan bir nechtasida g'oliblikni qo'lga kiritganman. Jumladan Mirzo Ulug'bek Vorislar Respublika tanlovining 2024-yil Olot tuman bosqichi g'olibi bo'ldim va Ibrat farzandlar akademiyasi ilovasi orqali xorijiy tillarni o'rganib, turk tilidan B1 daraja sertifikat bilan taqdirlanganman. 2026-yilda o'tkazilgan Yoshlar front ofis sardorlar tanlovida Olot tuman Yoshlar front ofis sardori bo'ldim. Va 2025-2026 o'quv yiliga mo'ljallangan Prezident davlat stipendiyasi sohibi bo'ldim. Bu Prezident davlat stipendiyasi sohibi bo'lishimda muhtaram Prezidentimizning yaratib bergan shart-sharoitlari hamda universitetimizdan olgan bilimlarimiz katta ahamiyat berdi. Men ilmiy rahbarim bilan birgalikda xorijiy va mahalliy jurnallarda 70 dan ortiq ilmiy maqolalar chop ettirganmiz. Hamda ilmiy ishlarimdan biri madaniy meros obyektlarining raqamli xaritasini tuzishdan iborat. Bunda misol qilib, UNESCO tarkibiga kirmagan madaniy meros obyektlaridan biri Bahovuddin Naqshbandni olganmiz. Shu Bahovuddin Naqshbandning 3 xil ko'rinishini yaratganmiz. Kelajakdagi maqsadim muhtaram prezidentimizning yoshlarga qarayotgan imkoniyatlardan samarali foydalangan holda yurtimizga foydasi tegadigan yetuk mutaxassis bo'lib yetishib chiqishni maqsad qilganman. Sartaroshxona va go'zallik salonlari xizmatlari hajmining o'sishida bir qancha omillar rol o'ynaydi. Avvalo, aholi yashash darajasining yaxshilanishi, shahar va tumanlarda xizmat ko'rsatish infratuzilmasining kengayishi va sifatining oshishi bu borada muhim ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek, yosh avlod orasida go'zallikka bo'lgan talab oshgani, moda va shaxsiy parvarishga qiziqishning rivojlanishi xizmatlar hajmini ko'paytirdi. Ilgari sartaroshxonamiz bunchalik keng emas edi, sharoitlar juda yaxshi emas edi. Oddiy sharoitda ishlab, shu orqali ro'zg'or o'tkazib turardik. Shu Eskirot mahallasi yoshlar yetakchisiga murojaat qilib, shu prezidentimizning 60-sonli qaroriga asosan
bizga kredit tavsiya qildilar va shu kredit asosida sartaroshxonamizni kengaytirib, bugungi kunda 6-7 nafar yoshlarni ish bilan ta'minlab kelmoqdaman. Aslida yoshlarimiz davlatdan nimani xohlamoqda? Albatta, ular o'z ijodiy va intellektual salohiyatlarini hech qanday to'siqlarsiz ro'yobga chiqarish uchun teng imkoniyatlarni istaydi. Ayni paytda yoshlarga oid davlat siyosati to'liq ushbu maqsadlarga yo'naltirilgan. Yoshlarning sifatli ta'lim olishi, kasb-hunar egallashi, tadbirkorlik bilan shug'ullanishi shaxs sifatida kamol topishi. Qo'yingki, mehnat qilib farovon kelajagini bunyod etish uchun barcha imkoniyatlar safarbar etilmoqda.